Assalomu alaykum. Mana hammamizning oxirgi manzilimiz. Sizlar o'ylamanglar, bo'ldi qutulib ketamiz, cho'tki bo'lib ketadi. Mana oxirgi uyinglar. Mana shuning ichida Allohning oldida turib javob berasizlar. Hammamiz javob beramiz. Ne только sizlar, biz ham javob beramiz. Lekin hozir hali dunyoni ishida bir-birini qirpichoq o'tgan jigarlar bormi, xulat o'rayotganlar bormi, birovni haqqini yeyotganlar bormi? Har xil oldi ketdi, jinni ketdi, narsalar qo'yib, narsa har xil. Endi o'zingizlar bilib turibsizlar gap nimadaligini. Xavotir olmanglar, hammasini javobi bor. Alloh taolo bizga mana shunaqa joylar qilib qo'ymagan mana. Hammamiz javob berib kelib yotamiz. Men nimaga bunaqalarni ko'rsataman sizlarga? Ibrat bo'lsin, ozgina bo'lsa ham bir to'xta, men qayerga ketyapman, nima qilyapman deb o'zingizlar savol beringlar deb mana shunaqa video qilyapman. Ayniqsa o'zini amalidan foydalanib, har xil jinnisan qilib odamlarni qiynayotgan. Mayli, gapirishga tilim bor, lekin haqqim yo'q deydi-yu. Mayli, Alloh hammamizni oxirimizni xayrli qilsin. Salomat bo'ling.